Assalomu alaykum hammaga, YouTube tomoshabinlari. Bugun sizlarga 3 tasi bitta bo'lgan gilam tozalash vositalarini olib kelib qo'yganmiz. Shunaqa apparatlar bo'ladi. Buni funksiyalariga keladigan bo'lsak, hammasini sizlarga bitta-bitta ochib, ishlari bilan ko'rsatib beramiz. Xo'p, buni vazifalari nima? Sizlarga tushuntiradigan bo'lsak, bug' bilan tozalash rejimi bor, issiq suvda va sovuq suvda tozalash rejimlari bor. Gilomelarni shunaqangi chiroyli zo'r qilib qo'yadi. Buni hozir ichini ochib, qanaqa ishlatish, qanaqa narsalarda nasatkalar borligini sizlarga ko'rsatamiz. Xo'p, asli-tilimiz xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Ko'rsanglar va shlanglar ham ancha baquvvat simlar o'tgan bo'ladi. Bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerda o'zida suv chiqarish rejimi bor. Bu yerdan tortib oladi. Axlatlarni. Xo'p, nasatkalariga keladigan bo'lsak, oddiy shunaqa oddiy nasatkasi bo'ladi. Shunday kirgizasizlar, mana bu holatda bo'linadi. Bemalol sochib pallar tortib bo'ladi. Bu ham har bilan ishlaydi, ham oddiy shampunli suv bilan qilib beradi. Bemalol tozalashga qulay. Xuddi shunaqa bo'ladi. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Shotkali bo'ladi. O'zini kiradigan maxsus teshigi bor. Mana bu yerdan shampun beradi, bu yerdan tortib oladi. Xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Bundan bemalol tozalab, shampun bilan tozalashlar bo'ladi. Gilamlarni, parketlarni tozalashga zo'r narsa, zo'r vosita hisoblanadi. Bu держатель ham bor, xuddi shunaqa. Mana bu yoqqa tushadi. Buni shunaqa narsalari bor. Buni ushlashgan o'zini держательlari. Mana bu o'zini litraji bo'ladi. Shu maksimal darajada qo'yasiz. Oddiy suv yoki shu sredstvalarni, o'z sredstvalarni qo'shib qo'yiladi. Bu tomonga bo'lsa, shu musullarni, atot suvlarni, shundan chiqqan suvlarni yig'ib oladi. Buni ham tozalash oson. Asli-tillar kerak bo'ladigan bo'lsa, gilam tozalash vositalari bemalol bizga murojaat qilasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Arzon narxlarda qilib beramiz iloji boricha. Kim kerak bo'lsa bemalol bizga murojaat qilasizlar. Manzilimiz Abu Sahiy G blok 123-do'kon. Hammaga